tomonlama yaxshi, keyin har tomonlama qaraladi. O'yin-kulguga ham, ilm tomonlama ham, kitobxonlikka ham. Eng yaxshi sovg'a kitob o'zi. Universitetda mana shu yotoqxonadan oxirgi kuningiz ekan bugun mana shu esdalik bo'lib qoladi-da. Yaxshilab ingliz tilini o'rganasiz topasiz. Ma'qulmi? Rahmat. Sog' bo'lasiz. Omon bo'lasiz. Qoraqalpoqlar o'zbek bir el. Bu et bilan tirnoq ajratib bo'lmaydi. Jayhun jahasında o'sgan bayterak, to'g'ri shaqasi ming bo'lar demak, sen sunday sayyorat qiyosli, sen tug'ishsan, sendagi tilak. Hayotni, universitetni, muhiti, yashash sharoiti, o'zgacha juda ham, tadbirlari, ilm olishi, hammasi joy-joyida. Menga juda ham yoqdi. Shu yerga kirgandan qonganman. Hammalaringizga hurmatli rektorimiz Muhsin Tojiyevichning salomlarini olib keldim. Domla menga alohida qizlarim bilan ko'rishib, ularni kuzatib kelgin deb tayinlagandilar. Sog'-omon uyga borib, ota-onangizga salom aytib qo'yasizlar. Yo'q, men o'qimayman. Endi ketmayman deb xafa bo'lyapsiz. Juda yoqib qoldi menga. Bitiruvchisiz bu yil. Qanday endi ichingizda hissiyotlar, taassurotlar? Ketganimizda anaqa Ha? o'zim xohlab turganman. Ha, bor ekan, bitta narsa ekaninglar. Kelib ko'rish orzuyim bo'lgan, uzoq viloyatdan kelib o'qish. Bugun uzoqda ota-onamni ham birinchi kursman endi. Lekin sinaman. Gulistonda o'qiyotganimda mana 3 yildirki umuman afsuslamaganman. Shu kungacha faqat va faqat Yaratganga shukr aytaman. Shunday do'stlarni menga berganidan, shunday yaxshi o'qituvchilardan ta'lim, nafaqat ta'lim, tarbiya ham olganimdan men juda ham xursandman. Qayerda o'qib yuribdi? Gulistonda o'qib yuribdi deydi. Universitetda, shaharda o'qib yuribdi. Bu ishonchni oqlash kerak. Nima deymiz? Hammasi omad Xudoga kelajakda. Bizga muallif qadrlarni bizni yerga qaratmay, shuncha bilan ko'ring o'quvchilar. Ular omadlarini bersin kelajakda. Vaqtlarini ham bersin. Omad yor bo'lsin hammaga.